Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun bize çalışdamız. Çalış yolunun üstünden 150 metr içandamız. Yolda hazır göstib ötemiz. Lokatsiyasi ham o'ng tarafda joylashgan ve reklama aytib o'tmasdan aytib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz fakat mut reklama qiladi ve uy niyasini qo'yib reklama qiladi. Çalışda işi arkamda durgan 18'e 24 metrli 440 metr kvadratlı joyimiz sotuvga chiqqan. Polni под ключ. Deshan tarafından görədən bolsanızda fasadni işləyirlər ekan. Fasadni qismi və darvazası şu pulun içine girədəkən, şu pulun içine girəm. Şu pulun içine girədəkən darvazanam taza darvaza və fasadlam işləyirlər ekan. Şunun üçün sodalaşıb bemalol alaverasizlar. Hazır esa bir qator joyning içini obzor etib chiqamiz. Getdik. Hurmatli yurtdoshlar, bize çalış yolunun üstündemiz. Bu arkadan o tarafa gitadigan bo'lsak, yurgancha 8 kilometr ekan. Oraya gitadigan bo'lsak, ya 2 kilometr ekan. Yine shundan ko'chadan giramiz ishona. 150 metr, tosh 150 metr. Aşı qizil mashinadan ona ketamiz, giramiz, ketdik. Darvazamız gene bir etibar verip açıp görəsizlər. Ağır darvaza ekan. Girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan operatörümüz girin. Şimdi girəndən biləsizlər, joy eskiçə salıngan bolsa, indi eskiçə deyəni yaş kattaroq adamlar salgan bolsa, işinin katta girəndən dolan kütüb aladı. Çıraylı. Əvvəlki öylərimizni şundaq sağanlar. Hazır biləsizlər, şəhərin içində baş yerdə joylarını girəndən kiçkinə Prikoshka yapamasam, girever işte baytaladığını dalanda baytıp bulmuydu. Bedene kette dalandan hem mahanağa girilədiyine, kette dalan. Bir qatar abzorunu göstəmiz, dalandan yine patkuluş, hem nərsəsi. Polni, bir qatar bax xəbərinə. Hem nərsəsi, polni remontdan, jaluzi, akva eşiklə, şkaplayına girever işte, servant. Sallarından hem nərsələri ucu cihazlanıb 100% remontdan çıkıp durdu ekan. Hali remontdan keyin uyneleri yaşamagan, üzeri yaşımız deb remont etken ekanlar. Chiroyli chiqqanda genelde bir baho berasizlar devon takizlikine, buna bu lipkelere hammasini baho beringlar, patologlara, nerinchik, yashashga salıngan uy bilan satışa salıngan uyni farkı o'ta katta. Buni menimcha qurilishga tushunadigan odamlar biladi. Banzalimsa bir ko'rsatib o'tali remonti patologa, dekoratsiyasına bir etibar başlayın so'rayman. Perdelerine, akva bilan radiatorlari akva, aynalar akva bilan jihozlangan ekan. Polni. Bu tarafa tizor stansiylar bo'ladi. Endi kelishasizlar uy niyasi bilan bu bozor deb qo'ydi. İnternetten bir nomer nağanı bilen bazar-ku. Sodalaşasızlar, bemalol olasizlar. G'ollar ham tozadan döşenleyen bir mertebe yaşalmagan ekan hali. Yine pollarni e'tibor berasizlar, tozadan. Iborat zo'r asoslar. Отопление sistemasına keladigan bo'lsak, çalışda bilasizlar, gaz yok. Lekin kömür katyollarını göstib o'tamiz. Kömür katyol hamma narsa tok bilan qizish, hamma narsasi bilan jihozlangan ekan. Konditsionerdan bir baho berib o'tamiz. Tizimi konditsioner ham bor, kömür katyol ham bor. Konditsionerimiz Shivayka ekan, inverter ekan o'zi. Inverter deb turibdi uniyasi, genda bir ko'rib olasizlar, inverter. Yine dolanimizdan ikkinchi zalimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkinchi zal menimcha me'morlar uchun, birinchisi ham me'morlar uchun, birisini xotinlar, birisini erkaklarni chaqirib mehmondorchilikka tashlash. Shuning uchun yine remont ham ajoyib oqlangan, ham meroppoq qurilgan ekan. Radiator bilan, keyin radiator va akva bilan jihozlangan ekan. Bir e'tibor berishlaringizni va baho berishlaringizni so'rayman. Bana bir giramiz, spalnimiz. Bir spalnimiz yine daji mabodo konditsioner o'chib qolsa ya kömür katyol netmin qolsa, pesh ham qo'yilgan yine. Peshdan oryon taraf, bon taraf ikkiga bo'lingan ekan.
Bu tarafam kızış üçün koyup koygan ekenler, kurup koygan ekenler peşine. Peşinde evvelkiçe şunun üçün. İndi zalını gördük. İndi bir spalnisini ham bir girip göremiz. İkinci spalni. Spalnimiz patologumuzun balandligi 3,5 metr ekan. Bunda yine peşimiz. Mabada kömür katyol ya bo'lmasam tok o'chib qolsa, sırası peşe o'ttirib uyni qizdırib bersa bo'ladi. Ikkiga bo'lingan oryan tarafdagi ikkinchi spalni bilan bog'liq. İkisi bir o't yoqasiz, ikki uy qizadi ekan. Shuning uchun ketdik oryan tarafga ko'rib chiqamiz. Endi kuxnini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Kuxnisi mana bu. Kuxnimiz ham hammerini mebeli qoladi. Shuning uchun bemalol sodalashib olaverasizlar. Bir san o'zingizdan bir ko'rsatib o'taylik. Giraver. Hammasi mo'shab. Shuni uzuqni kesasan-ku, to'g'ri? Tualet banimiz ham yarım kafel qilib, kafellashtirilgan, даже теплый pol ham qilingan ekan. Teplый polni bir qator ko'rsatib o'taylik. Nechun teplый pol ko'rsatilmadi? Yana Aristonimiz, teplый polimiz yana. Polni qizadi. Toktam qizadi sistemasi bor ekan, bunda kir mashin. Neden? Aryandan kömür katıyorlar. Kömür yakılsa, kömürden qizish imkoniyati bor ekan. Obzorni qilib turibmiz. Shu polni qilib bo'lmasimizdan burun uyni bahosini aytib o'tamiz. $48,000 deb turibdilar o'rtoqlar. $48,000. Albatta bu kelishiladi onlar. Buni bozor deb qo'yibdi. Uyingizni nomeri pastine yozib qo'yganmiz. Bemalol sodalashib olaverasizlar. Uyning narxini kelishib beradi. Bog' tarafa chiqdik. Bog' tarafda teraska qurgan ekanlar. Bog' tarafa o'zi quyoshni bir ko'rsatib o'taylik. Quyoshni obeddan keyin vaqtda syomka tutibmiz. Obed vaqti quyosh tushmaydi ekan umuman. O'zi azon bilandan bog'dan quyosh chiqadi. Quyosh chiqqani bilan azon bilandan bir tushadi. Shu soat turadigan vaqtda. Soat 8larda tushami? 8larda quyosh tushadi ekan. Ta tushib borib, bostan kamayib o'tib ketaveradi. Yine odam o'tiradigan vaqti yo bo'lmasam gechda ovqatlanadigan vaqti umuman quyosh tushmaydi. Hazzatib o'tiradigan teraska yana. Dajin berini depadiklab akvalashtirib, chiroylatib, yozgi letni kuxni qurib beraversangiz ham bo'ladina. Bog' tarafini bir yondan ko'rib turibsizlar. Mevalari bilan, tashqari tarafdagi sanuzeli bilan, bu taraf kladovka ekanina. Kladovka bo'lsa, bir garaji bo'ladi. Mana darvoza ham bilan bir ko'rsatib o'tar. Zakritий garaj ham bor ekan даже. Depada kladovkasi bilan. Bunda isitish sistemamiz yana. Kömür katyol, bunda gradusnik o'lchaydi. Yine bunda avtomat ishlaydigan gradusnik ventilyatori, masalan, palangritza qo'ysa, shunda qizib turadi. Kömür tashiysizlar, necha kilo расход etadi? 30 kilo расход etadigan 200 kvadratni qizdiradigan kömür katyol ekan. Endi kömür amina. Akkuratni turibdi, bir kömürni tushirasizlar. Bir yandan isitish sistemasini yoqaverasizlar. Morusi depaga ketgan, to'g'rimi? 10 metrmi? Moroni uzunluğu 10 metr ekan, 10 metr bo'lsa, tutun tartish sistemasi yaxshi ishlaydi. Nechalik baland bo'lsa, shuncha yaxshi ishlaydi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Olaman desangizlar, pastda uyingizni nomeri turibdi. Reklama bajak olsangizlar, videoni boshida o'zimiz nomerini turibdi. Videoga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.